talaba TDP o'zi ishlashni o'rgataman. O'sha dekan tomonidan berilgan ID raqami va pasport seriyangizdan kirasiz. Biz endi pedagogika institutini ko'rib chiqamiz. Birinchi semestr bosasiz. IP, IT, MD turibdi tepada ham. Bizga eng kerakligini ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi semestr birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgani uchun IP, ilmiy pedagogik ishini ko'rib chiqamiz. Ilmiy pedagogik ishimizda mana ko'ryapsiz, 5 ta vazifa beribdi. Birinchi vazifa 4 ta dars tahlil etilgan. Bir semestr davomida, ya'ni bakalavrda o'qituvchilarning darsini kuzatgan bo'lishingiz kerak. Alohida blankasi bor. O'sha tahlil. 4 tadan ko'p bo'lsa ham mayli. Ikkinchisi oraliq va yakuniy nazoratlar. Bu ham kafedradagi o'qituvchini bakalavr uchun olgan oraliq va yakuniy nazoratlariga tahlil yozasiz va savollar tuzasiz. Mana 3-shartda ko'ryapsiz. Talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish. Bu ham xuddi o'sha bakalavrga ta'lim berayotgan kafedradagi o'qituvchilarning mustaqil ta'limini olib, tahlil yozasiz va mustaqil ta'limga qo'shimcha siz ham 5 tadan 10 tagacha mustaqil ta'lim tutishingiz kerak qo'shimcha. Endi mana 4-sida ko'ryapsiz, bitta me'yoriy hujjatlar. Yo'q, tarbiya ishlar. Ya'ni sizni universitet tarbiya tadbirlarida faol ishtirokingiz, dars o'tishmi, davra suhbatimi, birorta umumiy tashkiliy ishmi, o'sha bo'yicha hujjat qilib rasmlarni PDF qilasiz, yuklaysiz. Mana endi 5-si me'yoriy hujjatlar. Davlat ta'lim standarti, malaka talabi, ish reja, o'quv rejalarini oliy ta'limga tegishlisiniga tahlil yozasiz. Tahlil qilib chiqasiz shu mavzularni, keyin uni ham PDF shaklida yuklaysiz. Yuklab bo'lganingizdan keyin mana ko'ryapsiz, hozir yuklashni o'rgataman. Dars tahliliga ko'k ustun bosganimizda ko'ryapsiz. Dars tahlilida yozganman. 5 dan 10 gacha baho qo'yiladi. Bu ballaga siz tega olmaysiz. Kompyuterni o'zida qo'yadigan ballar bor va o'qituvchi tomonidan shuni o'zgartirib yo tasdiqlaydigan holati bo'ladi. Dars tahlillarni men yuklab chiqaman, har bittasini bitta donadan. Yana boshqa varianti bor. Hamma dars tahlilingizni bitta PDF qilib yuklasangiz ham bo'ladi. Mana yuklash kursi ham Vibrat faylda. Mana bittasini yuklamoqchi bo'lib tanladim. Vibratni bosasiz. Bosgandan keyin mana bitta paydo bo'ladi. O'zgarishlarni saqlashni bosasiz. Bossangiz saqlanadi. Muvaffaqiyatli saqlandi deb yoziladi. Har bitta mening ma'lumotlarimga kiramiz. Mening ma'lumotlarimga kirsangiz mana yuklanganini ko'rsatadi va darrov 5 baho qo'ydi. 5 ball kechirasizda, ball sistemasida. Bu kompyuterning o'zini bali. Keyin professor hammasi yuklab bo'lgandan keyin ilmiy rahbaringiz ko'rib chiqib baholaydi yo o'chiradi baholaydi, tasdiqlaydi. Keyin dekanatdan ko'rib chiqadi. Mana har bitta chekkasida qizil kres turibdi. Noto'g'ri ma'lumot bo'lsa o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Endi qarang, ITga kiramiz. Ilmiy tadqiqot ishlari. Ilmiy tadqiqot ishlari. Bu yerda vazifa 8 ta ekan, ko'ryapsiz. Ilmiy tadqiqot ishlari birinchi semestrni tanlab olasiz. Birinchi semestr faqat shu birinchi semestrga tegishli chiqadi. Tanlab bittasini ko'ryapsiz. Birinchisi IT mundarija, ya'ni ilmiy tadqiqot ishingiz mundarijasi. Xuddi shunga tanlab olasiz va o'zgarishlar qilib saqlanadi. Ko'ryapsiz saqlanganini. Har bitta shunaqa xuddi IPga o'xshatib, ITni ham yuklab chiqasiz qilgan ishlaringiz hammasi. Mana shu mavzular bo'yicha qilinganingiz. Bu faqat ilmiy tadqiqot ishingizga tegishli. Ya'ni dissertatsiya ishingizga eng oxirida hisobot yoziladi. IP bilan ITni bitta qilib hamma qilgan ishlaringizga hisobot yozib joylaysiz PDF shaklida. Buni kafedra ko'rib chiqadi. Ko'rib baholaydi. Bu yerda 200 ball, ya'ni 100 ball ilmiy pedagogik ishlar, ilmiy tadqiqot 100 ball, ikkalasi 200 ball. Ikkalasi o'rtachasini olib 100 ballgacha qo'yiladi. 100 ball degani siz yuqori darajada o'tdingiz degan.